Telegramdagi Animedia rasmiy kanali taqdim etadi. Judayam charchadim, lekin men uxlay olmayman. Sevgi ma'budi. Haqiqatan ham ular bu dunyoda mavjudmi? Assalomu alaykum. Men sevgining ma'budi. Maytataman. Mayli, minnatdorchiliging shart emas. Endilikda sen bir umrga yo bir bola bo'lish baxtiga ega bo'lding. Buni qanday baxt deyish mumkin? Aksincha sen mendan baxtimni tortib olding. O'zi tinch yurgandim. Agar shunday davom etsa, meni qurbonlik qilib yuborishadi yoki bo'lmasa, bu yerdan haydab yuborishadi. Oxir oqibat men uysiz qolib ketaman. Nahotki bari shunday tugasa. Ha, yigitcha, bir ikkita hentai ko'ror yaxshi bo'lib ketasan. Aslida sen bundan ozod bo'la olasan. Sen ularning ko'ngliga qara, orzularini amalga oshir. Shunda sehr yo'q bo'lib, sen ozod bo'lishing mumkin. Barchasi oddiy. Voy, mazali hid kelyapti. Bu qanday taom bo'ldi? Xo'sh, agar bari shunchalik oson bo'lsa, men buni qilaman. Voy darmayet, rostdan ham sakrab yubordi. 103 ga telefon qilinglar. Uni jasadini tezroq topishimiz kerak. Bo'la qolinglar. Hoy. Bu nimasi? Hoy qayerda? Bu senmisan? Sal qoldi. Xiyazitoyni bu yerda ko'rmayapman. Agar o'ziga nimadir qilib qo'ysa-chi? Sen yaramas, bevafo ekansan. Hali mendan boshqa ko'plab qizlar bilan gaplashib yurganmiding? Meni va farzandimiz haqida o'ylamadingmi? Endi nima qilaman? Hoy. Hoy. Ahvoling yaxshimi? Ertaga men bilan uchrashuvga chiqasanmi? Men albatta roziman.
Ming la'nat. Hozirgi yoshlar juda ham buzilib ketganda. Qaraman bu bolani qilib qo'ygan ishini. So'tim qo'zi. Bu qiz rostdan ham juda ham chiroyli. Xuddi uni sevib qolganga o'xshayman. Xayol surishni bas qilsang-chi. Hoyi, natijani ko'rishing uchun biz shu yerga keldikmi? Haligi men buni sezgan edim. Sen juda mehribonsan. Kelajakda juda ham yaxshi ota bo'lasan. Yazitong, natijangiz tayyor. Nima uchun bunday bo'ldi? Lekin bunga Qo'yil, Bokirbek ekanimga ishongandim. Hoyi, hammasiga o'zim aybdorman. Keyingi safar homilador bo'lish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Ha, topdim. Kel, yana bir marta birga bo'lamiz. Men bunday ishlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bu qizga nima bo'lgan? Uyida jiyda gulaganmi nima balo? Hoy, yo'q. Hech qachon. Menimcha sen uyingga borishing kerak. Bu masalada men ota-onang bilan gaplashsam yaxshi bo'lardi. Hoy, men shu yerda yashayman. Uyingizga xush kelibsiz xonim. Buni qarang, uy emas saroy-ku. Bunday deb o'ylamagandim. Yazitong shunday badavlat oiladanmidi? Bunday badavlat qizni orzusini amalga oshira olishim mumkinmikan? Hoy, hozirgacha esimda. O'sha kuni menga sevgi izhor qilganding. Men jahoyman. Cho'ntagimda xemaram bo'lmasa ham pul topish uchun hentayga ovoz bersam ham seni boqa olaman. Lekin buning uchun yuzim chidamaydi. Men haliyam animega ovoz berib pul topmadim. Seni dadang tashlab ketganidan xabarim bor. Lekin sen menga bera oladigan baxtdan minnatdorman. Xonim, uyga xush kelibsiz. Bu odam eslolmayapsizmi? U mening erim bo'ladi. Eri? Yo'q, siz boshqacha eshitdingiz. Do'st demoqchi edi. Ni hao. Ni hao. Tanishganimdan xursandman. Nima? Demak, u bu yerda yolg'iz yasharkanda. Shunday, xo'jayin ishlari tufayli kamdan kam uylarga qaytib keladi. Bu haqida o'ylasam, yuragim achib ketadi. Bundan ma'no yo'q. Agar otasi yo'q bo'lsa, men keta qolsam ham bo'ladi. Iltimos, biroz kuting. Xonim sizni ketib qolmasligingizni tayinladi. Hammasi yomon. Hozir maktabdan telefon qilishdi. Xaoy degan yigit xonimimizni zo'rlabdi. Jiang Hoi, bu ismni yaqinda eshitgandim. Bu yerga qaysi duxing bilan kelding? Akaxonlar, mutlaqo adashyapsiz. Mening umuman aybim yo'q. Tan olmayaptimi? O'zini zo'rlaylar. Geymas tursilar. Hoziroq bas qilinglar. Men Hoi bilan bir-birimizni qattiq sevamiz. Xonimimiz sendek bolani yaxshi ko'radi deb o'ylamagandim. Sen bunga mutlaqo arzimaysan. Tortinglar uni. Garchi u dadasi tashlab ketib yetim qolgan bo'lsa ham va bir tiyin pul topmasa ham, unga turmushga chiqishga rozi edim. Hali bu yetimvachcha xonimimizga uylanmoqchimi? Tezda biz uni dafn qilishimiz kerak. Hoi, men birinchi safar homilador bo'lmagan bo'lsam ham, ammo ikkinchi safar qo'limdan kelganini qilaman. Iltimos yana bir marta birga bo'laylik. Sen hali unga qo'l tekkizdingmi? Hoziroq uni cho'chog'ini kesinglar. Hoziroq bas qiling, sizga to'xtanglar dedim. Sizga aytyapman.
Hoy, men Hoy qiz, iltimos bir og'iz ham gapirma. ketdik bu yerdan. Qayerga? Hoy, qayerga ketyapsiz? Topinglar ularni. Mabodo seni cho'ntagingga kirib ketmaganmi? Mana bu xonani. Xiyazitongni xonasi. Xonim, eshikni oching. Bizga uni qaytaring. Biz uni yor-yorga berib yuboramiz. O'ziga boshqa tengini topib oladi. Yo'q, men uni birovga berib qo'ymayman. Jim, gapirma. Hoy, nimaga ovozinglar chiqmay qoldi? Ular nima? Ishkali boshlashdimi? Voy, anime bu. Bo'ldi, kadr olindi. Oldingi yilning kalendari nima uchun bu yerda turibdi? Shu kuni men otam bilan miriqib suhbat qurdim. Bu mening eng yaxshi kunim. Eshikni oching xonim. Bu yaramas bolaga berib qo'ymang. Xo'jayin, vaziyat og'ir. Qizim bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Bu muammoni o'zing hal qil. Bu bilan meni bezovta qilmanglar. Ammo xonim yaqinda. Hoy, Hoy dadajon, agar hoziroq bu yerga kelmasangiz, bugun tunda qon chiqar bo'ladi. Yo'q-yo, sendan buni kutmagandik. Bu bolani aslida asrab avaylashimiz kerak. Bo'lishi mumkin emas. Hoziroq hududni tekshiring. Kortejchi mashinalar bemalol kiravering. Qaniydi dadasi kelib turib, qizini qo'shqo'llab topshirib yuborsa. Uyga xush kelibsiz, xo'jayin. Animedia rasmiy Telegram kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Asliddin. Ushbu anime homiylik asosida chiqarilmoqda. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.